Salom do'stlar, men Amirxon Umarov sizlarga Janubiy Koreyadan keltirilgan Sanmi Zhenshen ildizidan uy sharoitida sharbat tayyorlash va iste'mol qilish usulini o'rgataman. Sanmi kompaniyasidan buyurtma qilingan Zhenshen idishini ochamiz. Ildizni qadoqdan chiqaramiz. Zhenshen ildizini oddiy suvda yuvib olamiz. 2 yoki 3 litrga mo'ljallangan shisha idishga ildizni solamiz. 30-40 darajadagi iliq suv bilan shisha idishni to'ldiramiz. Idish qopqog'ini yopib, 2 kunga salqin joyga olib qo'yamiz. Tayyor bo'lgan suvni grafinga quyamiz. Ildiz solingan shisha idishga har 2 kunda yangi suv quyamiz va shu tariqa 25-30 kun davomida Zhenshen ildizdan foydalanishingiz mumkin. Tayyor bo'lgan grafindagi ildiz suvini kun davomida o'zingiz va oilangiz bilan istalgan vaqtda iste'mol qilishingiz mumkin. Zhenshen sog'lig'ingizni yaxshilab, immunitetingizni ko'tarib, faolligingizni oshirishga yordam beradi. Sanmi tabiiy Zhenshen ildiziga hoziroq buyurtma bering. 71 kod bilan 203 63 63.